Kimlar ekan? 1.5. Keling bu sodiqsa. Yillini olaylik. Prostoyki va Yaxshimisiz? gidrolka yo'q. 1.5. Usili tillayam ana shu. Yili 98-chi. Motor qanday? Motorlar kelib chiqqan bu o'xshash motor. Chetga remillaricha motorlar beznomer qilingan texpas. Almashgan ekanda motor. Ha. Dons motor. Yangi motor qo'yildi. Yo'lbek texpasportini bergin. Motorlar raqamsiz qilib. Bundan son qo'yavermoqchi. gen chiqarim bundan. Ha. Shu yigitni onasini nom ber. Chiqar. Nech bilyapsizlar? 15 million. Ularni narxi aniq-ku, o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Biz endi savdo qilolmayapman. Qo'shilganda eshitib xuddi keldim. Hozir. Yo'qqa yili necha ekan? 98. Necha ekan? To'g'rilikka qaranglar, siz ishga 16 kirgan paytim Moskva stroyka ishlashingiz. Pasport olmagandim, ana ular ketgandim. Erkalashadi. Bittagina Nexia sotolmasang. Ha, hozir bo'ladi. Videochilarimiz bor, aka video tushirmang. Eminda bayq bilmasa, men jiyaniz ekan. Yo, shunday aka. O'zingiz narxlarni yaxshi bilasiz. Endi ha bu yoshlar ekan, to'g'ri ham qilasiz. Motorlari yaxshi, ha? Ha, sharoitga ishi yo'q. Ana bu chapqini sharoitga qo'yish kerak. Haydab kelaman, chapqini to'xtatib ovoz bor. Ha. Haydashga yaxshi. Metanni sirogi 2033 gacha. Qolgan joyi kamchili yo'q. Benzinga ishlab tomon sharoitga qo'yish kerak. Bo'ldi. Qolgan joyi yaxshi. Men 10 million so'm naqd pul beraman. Bering mayli olaman. Akmak, kursini aytaman, mana shu yigit 12 million so'm bo'lsa beraman. Yo'q. Ochig'ida. Uni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Hozir 8 million so'ramoqchi edim. Metallarni yili yaxshi ekan, 33 gacha ekan. Ochib qarayvering. Siroglar o'tib qolgan ekan. O'shani yangi qildirib qo'ydi. O'shani evaziga ana 2031 gacha ekan. O'shani evaziga birdan 2 million qo'yib 10 million so'raman. O 8 million so'ramoqchi edim. To'g'risida. Almashtirib qo'yilgan. Shunday olib, shunday haydasa bo'ladi. Yo'g'iga almashgan. Bitta chap tomon sharoitga qo'ya olgan odam bo'ldi. Mayli, lekin hozir nomard so'ramadim. Shunday mard so'radim. Bo'lsa maydalashmay 10 millionga bering olaman. Shuning uchun men birdan 12 million. Ya, 12 ga sal qiyin. 12 ga endi olib qolib narsa qilmayman. Ya, omon bo'ling. Mana bu narsa ham bor-da, qarang. To'g'ri. 1998 yil degan narsa ham bor-da. 12 millionga 2002 sini ham olib sotdim-ku, xuddi shunday 1.5 metr. Parallel o'qigan. Parallel o'qigansizlar. Yurilashib qayda yursiz uni? Ko'rim qoldi. Yangilayman deyapti. Shu kunga real savdoda bironta Nima deysiz? Ha? Naqd 10 million pul beraman. Mana shu texpasportni almashish, metan setar bilan 5,5 million ajratib qo'ydi-da. Mashina sotishdan oldin. To'xtanglar. Keling. Bo'ladi. Ne? Qani? Bagaj. Arqalari yaxshi ekan. Qonli kraska bo'ldi. Qonli kraska mashina. Qonli kraska ham. Fotogacha mana septirib, chirigan joychalarni. Motori javob beradi. Motor yaxshi javob. 100% javob. Chetga jangi qo'ygan aka. Yog' yemaydi. Bersangiz oldim, bermasangiz ololmayman, lekin 12 yillik mashina emas, bilib turibsiz. Mayli, 11 million bo'lsa qolsin, 11,5 ga sotuvga qo'yaman, 12 ga ham sotmayman. Aka shuni o'rtasidan bo'laylik. Yo'q, o'z o'rtasidan bo'ldi. 11 ga bering. 500 ming ham shunga beraman kistamdan. Ya shu uchun 1 million bering, shu yigit uchun. O'ylamadim, olib kelaman-da. Shu yigit uchun 1 million beravering. 11 million zo'r savdo bo'ldi, zo'r so'radi, bundan boshqa narsa tilanmang. Ochiq yuring. 500 ming so'm qo'yish. Yo'q. Serion O'sha 500 ming so'mni eslang. O'sha 500 ming so'mni qo'yib sotaman men. Qolgan pulni ham menga bergan. Yolg'on bo'lmasa aka, mana puli belgilar berib yuborsiz. Shu real savdosini shunga boshqa mashina olib ketamiz. Ya mayli, olsin, lekin bunday narsa bor, bilasizmi? Ochig'ini ayt. Eslang. Hozir men buni mashinani olib sotsam, real savdodan olsam, men ustiga pul qo'ymay beraman-ku. O'sha 500 emas. Yo'q, rozi bo'lib beramiz aka. o'sha payt qo'ymay beraman, rozi bo'lavering. 11 million. Yo'q, ey. Bu 12 millionlik mashina emas. 12 millionlik mashina emas. 500 ming so'm kam bering, 12 milliondan deyapman aka. 12 ga sotuvga qo'yasiz deyapman. Gen chiqadi. Motori ham men javob beraman. Motori agar zubchatga remingga chalmasa baland so'rabsiz. Gen chiqatgani uchun, metan yangiligi uchun baland so'radi. Bular ko'pi gazsiz bo'ladi-ku, o'shani evaziga-da. Hech qanday muammosi yo'q. Bering savdosi cho'zilmasin. Yangi filtr 500 ming 500 ming so'mga qiynalmang. Qani, egan qo'lini ushlaylik, 500 ming so'mga qiynalmang. Alloh bersin, baraka. Alloh bersin. 11 million naqd pul bo'ldi. Bunday qilib yuboringlar unga. 11 million naqd pul bo'ldi. 12 Bormi baraka? Hayır. gap bilmayman. Qo'shilib olgan Hurmatiga ber. Qo'sh. 11 million naqd pul. 500 qo'shay. Ha? 500 qo'shay. 5 qo'shsam bo'ladimi?
Men rozi bo'ladim. Xo'p. Sen barakasan. Nima ismi o'zi? Yo'q. Ha, shunday deng-a, ha. Shu menga-da shu meni aytganim. Ha, olasiz. 12 million pul topdi. Rozimisiz? Ya bu aka 3 kun 4 kundan beri kelib ketadi men oldimga. 3 kundan esa 1 oydan beri keladi. Ya, gaplashishni boshlaganlar 4-5 kun bo'ldi-da, 1 oydan beri shunchaki kelib ketganlar-da. Ha, bo'ldi. Qisqasi rozisiz. Obzorni aytib ketaman, qarang bu. Polni kraska, endi bu boshqa so'ratmaymiz. 98-yil 1.5 motoriga Donus Nexia. Metallar mana 2031 gacha ekan, texnik pasport ham 2031 gacha. Hamma tomonlama yaxshi. Motorlar qilingan, raqamsiz qilingan. 12 million bo'lib o'tibdi. Qoladigan 500 mingizga rozimisiz? Chap tomon sharaba qo'yib olasiz. Aytib eshitdim. Rozisiz-a? Shunday kirib Nexia 98. registratsiya qilib chiqing. Motorini biling. Bo'ldi. Bo'ldi.